Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Ulku opamni uylarini tomosha qilamiz. Yangi uy olganlar Gaziantepga ular ham ko'chib ketishdi. Oldin biz Izmir tomonda yashardik, u yerda hech kim qolmadi. Oldingi videolarimda ham aytdim shekilli. Endi hammamiz Gaziantepda yashaymiz. Bu yerda yangi uy olishdi. Bugun sizlarga bugungi videoda ularning yangi uylarini ko'rsataman. Yana keyin qaynonamni singillarni uyiga mehmondorchilikka bordik. O'sha videolarni ham ko'ringlar. Videoni oxirida albatta like bosib, delitsa qilib izohlarda o'z fikringizni qoldirib qo'yinglar. Biz Ulku opani uylariga kelamiz. Kelinglar bugun sizlarga. Sobiq Ulku opani uyini ko'rsataylik. Dam bolam ijam. Xudo xolisa ko'rsatishga harakat qilaman. Chunki bola telefon so'rayapti. Sizlarning ham bolanglar постоянно qo'lingizdan telefonni oladimi? Mana Mamutga yunlarini yoyib qo'yishibdi. Bularni ko'rpalarga, yostiqlarga ishlatishadi. Pastiga ko'rpachalariga. Qaynonamni ham uyda bor, ko'rsataman sizlarga. Biz hozir mana shunaqa narsalarda uxlab yuribmiz. Davlat tarafidan qurilgan bu uylar. Hozir endi Ulku opamiznikiga ketyapmiz. Hali yangi ko'chib kelishgan, o'shaning uchun mana bunaqa narsalarga e'tibor bermaylar. Bular ham endi ko'chib keldi, katta qaynona opam ham ko'chib kelishdi. Bizani Izmirda hech kim qolmadi, endi hamma Gaziantepda. Momuni qaranglar. Mana kirish, Mamutda mana bunaqa shkaflar. Hali ustida ishlayapti. Xo'p. Mana bunaqa oynalar qo'yib qo'yibdilar bu yoqqa opa. Keng koridor. Shunaqa xush bo'ldik jonim. Ama şu anda daha düzenli değil. Tamam, evet, onu söyleye gidiyorum canım. Mana bu yangi hamma narsalar yangi, mebellari, uylari. Faqat narsalarni joylashtira olmayapmiz. Bu rosa Mamutda mana tirjayib qolibdi. Qanaqa qilsak bo'lar ekan buni, nima deysizlar mana? Şu kadar. Boshqa bir yere yapmak lazım uni abla. Evet. Rosa chiroyli, mebellari qaranglar. Вообще. Sen işini kaldır. O'ylab o'tiramiz, shuni nima qilsa ekan. Endi ana qilishlari bilan keyin ko'rsatamiz qanaqa sonuchga kelganimizni. Oraya atsan. İki tane çeksen. Şu üçlüyü buraya atsan. Bu yoq kuxnyalari. Kuxnyadan balkonga chiqiladi. Turklar balkonni juda ham yaxshi ko'radi. Balkon bo'lmasa bo'lmaydi. Yoni mana shunaqa ochiq. Bu yoqda ustalar ishlashyapti. Bu yoqda spalnilari hali qilinyapti, yana shkaf bo'lguncha. Bu yoqda yana ikkita xona bor. Bu yoq bitta o'g'illarining xonasi. Bunaqa shkafli. Bu yoq ikkinchi o'g'illarining xonalari. Boshqa o'g'illari chet elga ketishgan. Hamda kravatlari и bu ham balkon bor, chiroylikkina bunaqa. Qaynopamga qo'shnilari qilib bergandi. Bitta toshlar bilan mana terilgan bu. Bu yoqda sanuzellar. Esa spalnilari bularni. Bu yoqda o'zini sanuzeli bor. Mana bunaqa shkaflari bor.
Bu yoq spalni mana. Bu ham hammasi yangi keldi. Endi hozir uстановка qilib ketishdi. Bunaqa. Qani, necha baho berasizlar? Bunu da söyle lütfen. Söyledim. Küserim yoksa. Yok, ha yeni yaptılar, gittiler diyorum ya. Opam xijolat qotdilar. Hali yig'ishtirmadim viyolani deb. Endi mana ustalarni ko'rdinglar o'zinglar. Aytib qo'y yana bir marta. Ulku opalarga ham mana shunaqa nimalarni qilishga o'rgatganman. Şeyli zaten. Qaranglar ashallani. Ay eline sağlık. Şu ne kadar şirin olmuş. Neyse Alparslan doğum gününde Belli birini bunlar. hediye edersin. Canım sağ olsun. Bu değil. Ne demek? Ay şuna bak. Mana bular hammasi korpusli. Tombik kızım. Ulku opalarni qo'llaridan to'qilganini napaymiz olmoqchi bo'lsanglar, mana sotib olsanglar bo'ladi, sotadilar. Uyku arkadaşı. Bu yumshoqqina, birga uxlashga ham zo'r bo'ladi mana. Oo, çok güzel. Bular qo'li korpusli. Qaranglar mana. Zo'r, super. Eline sağlık canım. Bu zombi bebek. Evet. Bu da. Zombi bebek. Bolachalar hozir hamma zombi pombilarni yaxshi ko'radi. Mana qaranglar, ko'p. Bu ham zombi bebek. Bu da şey. Ne derler ona böyle deli çılgın. Yok bu şey ya. Adı neydi onun? Tek tek ördün mü kız? İşledim. Ay sochini Komple. qaranglar. Bitta o'rab chiqibdilar sochlarini ko'ringlarmi? İşledim. Avatar bu. Avatar mana avatar yaxshi Avatar. ko'radiganlik. Men asalligini qaranglar. Abla harika yapmışsın. Şunu saçlarını tek tek çalışmışsın ya. Tek tek. Bayıldım. Şunların da. Ay hepsini. Hemen hemen hepsini yani. Hiç uşanmamışsın ya. Yok, Eline bu sağlık sefer canım. komple Amanin. Sen de güzelliğine bakın qaranglar mana. Hammasi sotiladi qizlar. Tepemiz. Pepe. Pepe. Buyudun mu sen? Ahsen birinchi. Haligacha bolalarim multfilmi Pepe deyishadi. Süper, eline sağlık canım. Çok güzel. Olmoqchi bo'lsanglar, tanlasanglar, Telegramimga yozsanglar, o'zim bilan как раз mana Toshkentga kelayotganda keyin olib olaman. Daha bir sürü istediğim var. Ama şey yarım daha. Onlara sonra başlayacağım. Hala bir yerleş, sonra oturursun balkonunda mis gibi. Aynen. Bir sabah. Voy otishmochoq bo'lmasa bo'ldi. Qizni olib ketishyapti. Qizni olib ketishyapti. Qizini olib qochishga kelishdi. Voy, qo'rqinchli. Qani qizini olib qochib ketyapti. Tavba qildi. Qizimni olib qochishga ketibdi deb baqiryapti. Anobay bizani akamiz. Bu bizani akamiz. Uydilan to'polon qilib ketdi. Ha? Нет. Правильно.
tavba qildi. Otaran abi gidiyor. Mani ukam. Otaran abi çağırıyor. Ben bu qizni qochirishga kelibdi. Bizanikilar borib hammasini qizni qochirishni xohlaganini uryapti. Mana erman ketdi. Hozir shundoq shaharni ichidan ketyapmiz va mana bu yoq o'rmonzor. Qaranglar. Shahar ichida katta o'rmon bor. Biz ormana mı gidiyoruz? Burası o'rmondan geçiyoruz. Çok büyük bir orman. Katta o'rmon. İçiga kirsangiz adashib qolasiz. Shahar shundoq o'rtasida o'rmon bor. Sokaklar bayağı sakin. Neyse geçerken yolumuz burada düşerse yeriz. İki tepsi yaptırırız. Böğrüme kırdım. Liftlarni qaranglar, antiqa Istanbul liftlariga o'xshaydi. Oh my god. Aman yarabbim. Yango şeyimde. Merhaba. Bize keldi mana qaynonamni sinilari. İkinci sinilari. Öyle güzel koktu da. Bu ne? Çiğ köfte mi? Normal kuru köfte mi? Alo. Çiğ köfte yapacağız. Çiğ köfte yapıyoruz. Çiğ köfte oluşturdu mana. Hele tuzuna bak. Havuzda mı ne havuzuna? Oydu halas. Ama tuzu normal. Bu da ne yapıyor teyze? Bak Hülya teyzen diyor ki ya fıstıklı şekerli börek, lahmacun ben bir sürü yaptım gene. Evet, Mesut kasap Mesut. Akşama geleceğiz. Baban kasap olmuş. Akşama gelin yaptım. Kubaca geçebilir miyim? Mana bular Şimdi havuzda ko'p binoli uylarda yashashadi. Qo'rqinchli, xudo xolasa eson-omon mehmonchiligimizni tugatib ketaylik. Kecha soat 3:30larda yana yer qimirlagan bu yoqda. Yer qimirlagandan keyin men o'zi yer qimirlashga uyg'onmadim, charchab uxlaganimga qo'shnilarni baqir-chaqiriga uyg'ondim. Yer qimirlagandan keyin odamlar bu yerda rosa qo'rqib qolgan, bitta yer qimirlasa hamma qiy-chuv bo'lib ketadi bechoralar. O'shaning uchun lekin men ham ichimda qo'rquv ozgina nima bilan tezroq mehmongarchiligimiz tugab uyga yetib olaylik deb mana kutyapman.
Geçen de Habibi şöyle. Bir tane videosu var. Habibi şöyle. Gel göstereyim size. Benim etkilemiş baba. Allah'ına Küçük köftem. İçinde Sen ye köfteni de Aha, bir halamı ham mı? go'sht bor. Kocaman erkek ol. Aferin kızıma. achchiqqina. Sen de mini acık kal böyle. Ovqatlarimizni yeb, endi choy ichib, gaplashib o'tirishibdi mana hamma taqir tiqir qilib. O'g'lim uxlab yotibdi Erjon bilan. Biza bu yerda yaqinda to'y bo'ladi. O'shani maslahatlarni qilib, choy ichib, gaplashib o'tiramiz. Mana turklarning mehmongarchiligi mana shunaqa bo'ladi. Fırın yapıyor. Böyle hazırlıyoruz. Bu yumurtaları. Kechqurungi ovqatga Fıstık da varmış. shakarli bo'rek qilishar ekan. Buni mana shunaqa qilib hamma ichi malzemalarini borib fırın nima deydi u? Tandirga olib borib berishadi xullas. Bence şekeri de şeye koyalım. Poçete koyalım. Değil mi? Shakarlarni, hamma iç mahsulotlarni olib borib berishadi. U yerda hammasini o'zi tayyorlab, Bunun içine fıstık koyuyoruz. bu Şeker koyacağız. fıstık, Getir anne saklama fistashkalarni maydalangani, shakar, shularni hammasini qo'yib keyin yuborishadi fırınga, pechkaga. Antep'in en güzel yemeklerinden. Antepni eng yaxshi ovqatlaridan deyaptilar. Shirin bo'ladi bu. Kechki ovqatga shu va lahmajun qilishadi. Lahmajunni ham ichlarini hammasini olib borib berishsa, xamirlarini o'zligi qilib Vallahi keyin biraz daha koy. yuborishadi. Şey eksik olmasın. Bu Ulku opani kofesidan chiqdi. O'zlariga o'xshagan. Ben ayrı benden. Pozitiv. Bu manikidan chiqdi. Bu da Bu da manikidan Kamoş. chiqdi. aşk kadını. Evet. Aşk kadını. Ben kola. Kız partisinde de içeceğiz zaten. Maşallah maşallah. Kızımızın anasına da maşallah.